Tarozini og'ir qiladigan va darajalarni ko'taradigan amallar, poklik iymonning yarmi va Allohga hamd aytish tarozini to'ldiradi. Tarozida go'zal xulqdan ko'ra og'irroq narsa yo'qdir. Barchamiz yodlagan, hamisha qaytarib yurishimiz lozim bo'lgan va Imom Buxoriy o'zining sahih kitobini ushbu hadis bilan yakunlagan. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: ikki kalima borki, ular tilga yengil, tarozida og'ir va Rahmonga sevgilidir. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Ey birodarlar, vaqtimizni va umrimizni ushbu kalimalar bilan bezaylik. Tarozini og'ir qiluvchi narsalar la ilaha illalloh, alhamdulillah, Allohu akbar va subhanallohdir. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: vafot etgan musulmon kishining ortidan qolgan solih farzand ham uning uchun ajrdir. Baraka va inoyat faqatgina Allohning saxovati va rahmatidandir. Uning saxovati cheksiz va ko'paytirib beriluvchidir. Allohning berganlari naqadar buyuk va uning ato etgan ne'matlari naqadar ko'pdir.